Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan ko'p qavatli turar joy binolaridan foydalanish qonun-qoidalariga rioya etilish yuzasidan nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Naima Xurramova davom ettiradi. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida turli qo'shimcha bino va konstruksiyalar qurish ma'muriy va hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini bilarmidingiz? Bu poytaxtimizning Shayxontohur tumanida joylashgan ko'p qavatli uylardan biri. Ko'rib turganingizdek, bu yerda vaziyat ancha jiddiy. Hatto ikkinchi qavatda yashovchilar ham qo'shimcha konstruksiyalar bilan o'zlari yashab turgan xonadon maydonini kengaytirishga harakat qilishgan. Bu yerda istiqomat qiluvchilarning so'zlariga ko'ra, bu qurilishga hech kim norozi emas. Biz adliy shirkat bo'lganmiz. Rozilik bilan, qo'ni-qo'shnilar rozilik bilan oila, bola-chaqa ko'p odamlar ko'rib chiqargan. Bola-chaqasi ko'p, nevaralar ko'p, qari odamlarni ozgina chiqarishga qaror qilib, dum orqali qilingan narsalar. Biroq butun aholining roziligi olingan taqdirda ham bu qurilmalar qonunga muvofiq buzib, avvalgi holatiga keltirilishi shart. Ko'p xonadonli uyga tutash yer maydon nafaqat joy mulkdori qurilma qurgan, balki ko'p xonadonli tutash yer maydonida qurilmani ostki qismida yerto'laga tushish yo'lagi ochilgan. Undan tashqari o'sha fasad qismiga o'zgartirish kiritib, tayanch devor buzilgan holati aniqlandi. Ushbu mazkur holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va joy mulkdoriga 15 kun muddatda avvalgi holatga qaytarish yuzasidan majburiy ko'rsatma berildi. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, amaldagi qonunchilik talablariga ko'ra joy mulkdorlari tomonidan qayta shunaqa o'zboshimchalik bilan qurilma qurilgan taqdirda, ya'ni huquqbuzarlik holatlari sodir etilgan taqdirda, hattoki jinoiy javobgarlikka tortilish ham amaldagi qonunchilik talablariga ko'ra belgilangan. Bu qurilmalar chetdan qaraganda hech kimga xalal bermasligi mumkin, biroq favqulodda vaziyatlar yuz berganda qolaversa, binolarning seysmik holati to'g'risida gap ketganda masala jiddiy tus olishi tayin. Naima Xurram va Nizom Ahmedov, Asadbek Abdusamatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.